Lorga chiqib burun yuvdirishga ham hojat qolmaydi bolasini agar shu apparatni sotib olib to'g'ri ishlatish bilsa. Assalomu alaykum azizlar, yaxshimisizlar? Hozir sizlar bilan uy sharoitida farzandlaringlarni qanaqa burnini tozalashingiz haqida gaplashib tushuntirib o'taman. Ya'ni bola shamollagan paytda yoki burni to'lib qoladigan bo'lsa, uni burnini tozalash kerak bo'ladi, chunki u burun qoqishni bilmaydi va burundagi ajralmalar uni nafas olishiga xalaqit qiladi va emayotgan paytda ham burundan nafas olishi yopilganligi sababli emishga qiynaladi. Burunni tozalashda turli xil rastvorlar ishlatiladi, ya'ni eritmalar. Eng zararsizi, uy sharoitida xavfsiz qo'llasa bo'ladigan bu aptekada sotiladigan oddiy natriy xlor eritmasi. Bu natriy xlor eritmasini bolani burniga tomizgandan keyin ichkaridagi ajralmani tortib olish kerak bo'ladi. Buni tortib olishda turli xil aspiratorlar, ya'ni hozir rasmlarni qo'yamiz, aspiratorlar, grushalar yordamida tozalab tortib olish mumkin. Og'iz orqali tortiladigan. Ularning noqulayligi birinchidan yaxshigina kuch talab qiladi. Yaxshi tortmasangiz burun ichidagi ajralma yoki siz quygan fizrastvor, natriy xlor burun ichida qolib ketib, bu yana nafas olishga qiynaladi. Va undan tashqari tortayotgan paytda og'izga chiqib ketib qolishi mumkin. Ya'ni bu juda ham noxush holat, bir odamning ko'nglini behuzur qiladi. Hozirgi kunda yangi apparatlar, yangi usullar chiqqan, ya'ni ko'rishingiz mumkin. Mana bu qo'limdagi narsa shu bolani burnini tozalashga yordam beradigan aspirator, yangicha vakuumli turi. Bu qo'l yordamida boshqariladi. Turli xil elektron atsoslar ham bor uyda tozalaydigan, lekin ulardan ko'ra buni qulayligi ko'proq, narxi ham arzon, uy sharoitida qo'rqmasdan ishlatsa bo'ladi. Buni ko'rishingiz mumkin, vakuum hosil qiladigan, tortadigan pompa deydimi, shunaqa narsasi bor. Bu orqali tortiladi. Mana bu uchiga esa ko'rib turgan uchiligi shlankachasi bor. Shu shlankani ulanadi. Shlankani ulagandan keyin shlankani ikkinchi tomoniga nasatkalari bo'ladi. Burun ichiga qo'yadigan, mana bunisi bu o'sha burunning ajralmasini yig'iladigan idishi va uchi tomoniga ikki xil mana uchiga qo'yadigan narsasi bor. Nasatkasi. Bunisi 1 yoshgacha bo'lgan bolalar, bunisi 1 yoshdan katta bo'lgan bolalar. Buni turli xil shakldagi aspiratorlar chiqyapti. Buni bolani burnini tozalashdan oldin albatta ochiqligiga e'tibor qilish kerak bo'ladi. Oldin agar burun yopiq bo'ladigan bo'lsa, vrach tomonidan buyurilgan burun ochuvchi oksimetazolin tarkibli dorilarni tomizib 10 minut 15 minut kutiladi. Bolani burni ochilgandan ketidan keyin oddiy natriy xlor yoki tuzli rastvorlarni 3-4 tomchi tomiziladi. Bolani ozgina burunlari massaj qilinadi. Undan keyin yumshagandan keyin avval bir tomonidan tortiladi, undan keyin ikkinchi tomondan tortib shunaqa qilib tozalanadi. Endi yengilroq tozalagan paytda yaxshi chiqmaydigan bo'lsa, burunga natriy xlorni tomizib, o'sha tomizgan tomoningizni tortayotganda yetarlicha vakuum hosil bo'lishi uchun ikkinchi tomon burnini yopish tavsiya qilinadi. Faqat bolaning yoshiga, holatiga qarab buni qilish kerak bo'ladi. Juda ham qattiq vakuum bilan berganda burunni yopadigan bo'lsa, burun ichi bitgan bo'lsa, bu og'riq berishi mumkin. O'shanga ehtiyot bo'lish kerak va albatta agar qulog'iga asorat bergan bo'lsa yoki bunaqa holatlarda ham ehtiyot bo'lish kerak bo'ladi, chunki kuygan rastvoringiz qulog'iga o'tib ketishi mumkin. Bu savollar juda ham ko'p berilgani uchun video tayyorladik. Agar shunaqa foydali videolarni ko'rmoqchi bo'lsanglar, bizning guruhimizga o'tib savollarni bersanglar, albatta foydali videolar tayyorlab boramiz. Agar buni o'rganib olsanglar, mana bu apparatni uyga olib qo'ysangiz, bir kun lor shifokoriga borasiz, kerakli dorilarni nazarchangni qilib beradi. Siz 3-4 kunlab lorga borib burun yuvdirishingizga hojat qolmaydi. Arzimagan bitta aspirator yordamida o'zingiz uyda tozalasangiz bo'ladi va bu yana undan tashqari bolalarda burun orqali shamollash boshlanadi. Ya'ni bola burni oqadi, undan keyin yotgan paytda yo'taladi. Ya'ni burun orqasidan ajralma oqishini hisobiga keyin tomog'i yallig'lanadi, pastki nafas yo'llariga infeksiya o'tib ketadi. Agar bola burun oqishi, burunning ichi to'lib qolganda og'iz ochib nafas olishida yo'q, buni yordamida natriy xlor yoki boshqa tuzli rastvorlar yordamida burnini tortib tozalab turilsa, yengilroq kasallikni yengib o'tadi. Salomat bo'linglar, yaxshi kunlarda ko'rishaylik.